Ana shu ukam bo'lganingizda uraverardim hozir borku, qarang. Yo'q, qiynalib o'rganib ketadi. O'zbekistonda yo'qmi? Yo'q, o'qing. Umuman maslahat bermayman bunaqa holatda. Yaxshi. Ko'zingiz ochilgan bo'lsa yaxshi, bo'lmasa ertaga biletlarni olib borib, urib tepib ko'ndirmoqchi edim. Kecha bitta ukamni shunaqa urush berishga to'g'ri keldi. Chunki aytayapti, O'zbekistondagi 2-kursda o'qib yurgan energetika o'qishini chopib, Germaniyaga Ausbildungga kelmoqchi-da. Men bu haqda oldin ham video qilgan edim. O'qiyapsanmi? O'zbekistonda universitetda uni to'xtatmanglar. Ayniqsa injiniring, texnologiya, meditsina yo'nalishlarida bo'lsa, davlat universitetlarining diplomi bu yerda o'tadi. Mayli siz shunchalik o'zingizga uverendirsiz, shu o'qishni bitirganingiz bilan kelajakda shu diplom sizga foydasi tegmasligiga baribir bitirib qo'ying. Shuni bitirib mana qo'ying-da, ana keyin bilgan bo'qni yesa bo'ladi. Kelib turib Germaniyada Ausbildung qiling, boshqa qiling. O'sha diplom asqotib qolishi mumkin sizga Germaniyada. Bo'lib ham mana injenerlik, texnologiya, meditsinaga oid diplomlar o'tadi. Ertaga kelsangiz yana 3 yil Ausbildung qil, boshqa qil. Keyin Ausbildung bilan universitet diplomi solishtirib bo'lmaydi. O'zbekiston diplomi bo'lsa ham baribir universitet u. Ma'naqa darajada bo'ladi. Ausbildung shuni bir 70-75% dagi narsa, kamroq. Lekin bu universitet. Men har doim aytaman shu narsani, har doim aytaman. O'zi aslida qurbingiz yetsa, imkoniyat yetsa universitet o'qish kerak. Ausbildung bu mayli o'sha universitet o'qishga sharoiti yo'q, tezroq, osonroq nima deydi, bir kasb bilan egallamoqchi bo'lgan odamlar uchun mo'ljallangan. Unaqa tayyor o'qishni chopib Germaniyaga kelish o'ylamanglar. Bu Germaniyada nima deydi, hozir qiynalyapman. Germaniyaga kelsa oson bo'lmaydi. 10 barobar undan qiyin bo'ladi. Men bu bilan qo'rqitmoqchi emasman. Odam qilgan ishni odam qiladi, odam eplaganini odam eplaydi. Lekin yengil bo'lib qolmaydi. Yengil hozir bilmadim, Instagramda meni ko'rarsiz, boshqa blogerlarni ko'rarsiz, mazza qilib videolar qilib, anaqa kompyuterlarni yoqib yurmiz. 6 yildan keyin, men Germaniyaga kelganiga 6 yil bo'lgan. 6 yildan keyin buni bo'lyapti. Shuning uchun Ausbildungga kelish kerakmi? Ha, kelish kerak. Faqat universitetni chopib emas.